Assalomu alaykum obunachilar, Silbek kanalining obunachilari. Mana bugun sizlarga ikkita yaxshi sigirimizni olib kelib qo'yganmiz. 15 litr suti bor bu sigirimizni. Birinchisi tishlari 6 kirak, toza stakan yo'q, chiroyligidan. Bunimiz bo'yi 1.38, 1.37 plus. Narxiga 35 million so'm kam bor. Bunimizni bolasi xunajincha. Mana hozir ko'rsataman akajonlar. Yelkalari ham juda chiroyli. Toza shvet. Nima deyapti bu zakshamiz? German shvetga qo'yilgan deganlar German shvetni qo'yib berdi. Mana 8 kunlik bo'ldi bugun bolasi. Bir haftadan o'tdi. Ikkinchi sigirimiz akajonlar, mashalloh deb qo'ying. 2 kurak. Nima deyapti? Birinchi qoringa. Bo'yi 1.35 plus. Bolasi erkak. Mana yuvoshidan. Haqiqiy zo'ridan akajonlar, bu sigirlarimizni jupiga sizlarga jupiga 70 million so'mga beraveramiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'ida turibdi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Akajonlar, aloqaga chiqaverasizlar. Sigirlarimiz bor, bundan boshqa shunaqalari. Xudo xolasa bu sizlarga patirdan bir usoqcha deydi-yu, o'shanisidan. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'ida turibdi. Yana bir marta aytamiz. Bularimizni dastavkalari vodiy bo'ylab besplatni aloqaga chiqarasizlar. Nomerlar 50 004 33 32